Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz Blender dasturini o'rnatish va ishga tushirishda ko'rib o'tamiz. Hozir bizda ko'rib turganingizdek Tor versiyasi mavjud. Buni saqlagan holda biz yangi versiyasini o'rnatamiz. Buning uchun biz o'zimizga qulay brauzerlardan birini ochib olamiz. Bu yerga yozamiz, blender.org domenini yozamiz. O'zini rasmiy saytiga o'tdi. Ushbu download Blender 5.1 ustiga bosamiz. Shunda e'tibor berishimiz kerakki, bizga har doim dasturning eng so'nggi versiyasini taqdim etib turadi. Bizda hozir taqdim etilayotgan versiyasi 2026-yil aprel oyi holatiga 5.1 ekan. Buni ustiga bosamiz. Download Blender deb bossak, o'zi taqdim etadi. Bizda hozir Windows o'rnatilgani uchun Windowsga o'zi moslab beryapti. Mana bu yerda yuklash jarayoni boshlandi. Mana ketyapti. Bu yuklab turguncha biz boshqa narsalar ko'rib o'tamiz. Biz tashqariga chiqamiz. Realize Notes'ga kirsak agar mana tepadan bizga hozirgi 5.1 versiyasidan oldingi versiyalarni ham taqdim etib turadi. Ularni ham ko'rib, agar kerak bo'lsa ularni ham yuklab olishimiz mumkin. Mana bu yerda to'g'ri 4-versiya, to'g'ri 3-chi, to'g'ri 2-chi, to'g'ri 1-chi, to'g'ri 0-chi. Shunday boshqa eski versiyalarni ham taqdim etadi. Ulardan ham foydalanishimiz mumkin. Shuningdek, bu yerda Extensions bo'limiga kirsak, dasturda ishlashimizni tezlashtirib, osonlashtirib beruvchi qo'shimcha add-onlarni ham taqdim etib turadi. Bularni ham yuklab olib foydalanishimiz mumkin. Agar bizga dastur zip holatda kerak bo'lsa, download bo'limiga o'tamiz. Qurilma turini tanlab, zip formatda yuklab olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana portable zip deyapti. 395 megabayt. Ushbu holatda yuklab olib, tashqi qurilmaga, tashqi xotiraga yuklab olib, boshqa qurilmada o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Hozir bizda mana yuklab olib bo'pti. 354 megabayt 5.1 versiya. Buni ochamiz. Next ga bosamiz. O'rnatish joyini tanlaymiz. O'zi avtomatik kerakli joyda ko'rsatib turibdi bu yerda. Next ga bosamiz. Install ga bosamiz. Jarayon ketyapti. Bizda mana yuklab o'rnatish yakunlandi. Finish ga bosamiz. Funksiyalariga qarab tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Bizda mana yuklab o'rnatish yakunlandi. Finish ga bosamiz. Mana bizda hozir ikkita versiyasi qurilmamizda turibdi. Bu 4.4-versiyasi oldingi eski versiyamiz, 5.1-chisi mana hozirgi o'rnatganimiz. Bunga kiramiz, ustiga bosamiz. Bitta birinchi marta kirishda dasturda tilini, dastur tashqi ko'rinishi hozir mana qora holatda turibdi ekan. O'z standart holat bo'yicha o'rnataveramiz. Yoki mana bo'sh joyga bosib olsak, ushbu holat bo'yicha saqlanadi. Bo'ldi. Dasturga xush kelibsiz. Hammaga rahmat.